bilan replay va abjad bor. Mayli abjad bor. Salomlashib qo'ying. Salomlashdim. Manozga kirishaylik. Davay bitta modlar ko'rsatib chiqamiz. Voy, meni ko'rinib qolmay. Meni modlarim ko'rinib qoldi. Mana kartalar bor. Mana shular zo'rlar. Uni karta o'ynamaysan? Yo'q, tichvardisan. Biz mod qo'shdik. Davay 13-qishloqda istaymiz. Day. Nomini yozadi. Qishloq dey. Qishloq nima deyiladi? Inglizchada qishloq nima deyiladi? Qishloq deb to'g'ri yozing. Qana bo'lardi? Almashtirdim. Hay. To'g'ri yozyapsiz. Top bermang. Top berasan. 13-qishloq emas, boshqa qishloq. Hali realroq qishloq kerak edi. Uy yo'q edi. Davay. Challenge uyushtiramiz. Sen qaramaysan. Men kitoblarga shartlar yozaman, sen ashlarni bajarasan. Keyingi videoda bo'ladi. Biz mod qo'shishimiz kerak. Qishloq kerak-da, zo'rroq. Keyinroqqa qoldirib qo'yaman. Emas, ozginadan keyin. Obunachilar uzr. Hammaga xayr obunachilar. Keyingi videoda Yo'q, mana seni qo'shamiz. Yo'q, qarashda. Bu mashinaqalar qo'shilyapmiz. Biz shader qo'shganmiz. Ashuni ko'rib berasizlar. Загрузить yozib bosasizlar keyin ustanovich chiqadi. Mana shunaqa modlar, короче. Modi kartoskini o'chirasizlar. Manaqaligidan ko'chiringlar, manaqa modligidan. Moj an studio. Yo'q, banavar X rekordimiz jin o'lyapti obunachilar. Kitob qoldi. O'zi sekundalar ketyapti. Bu hali G1 rekordi. Kerak emasmi? Mana X rekordimiz kerak mana. Rekordimiz kerakmi? X rekord bo'ladi. Rekord bo'lib yoziladi. Ana telefon uchun uzr. O'zimni telefonim zaryadkada. O'g'lim Zaryadkada. Emir olyapti-ku. Davay, Squid Game'ga kirib turib, mod qo'shasan Squid Game'ga. Yo'q. Buga kirilmasa kerak. Kirilmadi. To'g'ri. Xo'sh. Qani. Sim su kir. Su kir. Kirmayapti. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Kommentariy yozishni Mana shu video kirguncha obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga xohlagan so'zinglarni yozib qoldinglar. Keyin qaranglar, shader yoqdi deganlar. Ha, yoki mana plus i minus qo'yib qo'yasizlar. Pluslari bo'lsa, Ha degani plus, minus degani yo'q. Keyingi videoda shader qo'shaymi, yo'qmi? Ashunisi.
Ha, plus deganlar ha deydi. Har bitta narsaga kirganda modlar qo'shganda mana qo'yib qolyapti boshqacha. Men Minecraft deb yozsam, mod qo'shadiganim chiqadi. Modi karti skinny bo'lmaydi-yu. Modi karti skinny deb yozib qo'yganman. Lekin men Minecraft bo'lib mana Minecraft bo'lib yoziladi, to'g'rimi? Men sim kir. Susur puf. Bar Kir. Hadi ko'rdinglarmi masalan? Men Mana aytganim shaderda itida. Biz mana shunaqa Abduchik portlatganim esimda yo'q, portlatmadim. Portlatdim. qo'yga jeb beramiz. Jeb degan ism beramiz. Jib degani u jib degani. Ana o'xshaydi ekan. Rostara o'taydi ekan. Obunachilar o'xshaydi ekan. Ana, endi bizda rangli qo'y bor. Obuna bo'ling shuning uchun. Shu qo'yda qaysi rangi yoqdi obunachilar? Brat kun izlayapti. O'qisaman nima. To'g'ri. Davay O'zbekiston bayrog'ini bitta yasab qo'y. Bittami? Ona jeb degani o'xshatgan dedi. Mana chekdingmi? Replay birinchi marta qilib ko'rishi. Ikkinchi marta qilishim. Ikkinchi marta. Ibli. Ko'z ahvolini qaranglar. Ana yana o'tvordi. Hayır. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan Replay va Minecraft bo'ldi. Hammaga xayr.